Ha, mayli, ma'qul. Bo'ldi. O'shida telefonlar, o'shunda uchurlar to'xtamay keldi qaranglarma. Mushu program yo'l qo'yilib, mana necha yillar o'tdi-ku. Cho'lpon keldi bu programning ismichi. Cho'lpon degan ufqum bir alayda ufqum amaliyotda. Lekin hozir nurg'a vaqtlarda shunda bir atalg'ularni xato atash, xato tushunib olish ahvollari bek og'ir ekan-ku. Vanxonning cho'lpon deydi ekanmiz. Cho'lponni vanxon deb turib oldi ekanmiz. Amaliyotda har bir so'z o'zining egisini topsa, nihoyat bir go'zal ish bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun izchil biz taklif qilayotgan cho'lponlar, mushani chiqayotgan mehmonlar hammasi bizniki peshqadam ustozlarimizdan bo'yatdi shundaqmi? Haqiqiy cho'lponlik salohiyatga to'shgan, qalb to'rimizdan o'rin olgan shaxslar bo'yatdi. Shuningga nurg'a inkaslar bo'ldi. Palon chiqsa bo'ldi, Pustanchi cho'lpon chiqsa bo'ldi, ya Abdulla Abdurim chiqsa bo'ldi, Xalmurat Umar, Sherzod Yoqub, har xil talablar bo'ldi. Bu talablarniki hammasini cho'qqin biz o'rinlaymiz deb tirishchilik ko'rsatyapmiz-da. Chunki bizniki ko'rmalarimiz ekran oldidagi tomoshabinlar sizlar bo'lmasanglar biz hech nima emas degandek-ku. Shu sizlarningki talablaringlarni albatta o'rinlashimiz kerak. Shuning uchun tirishchilik ko'rsatamiz, davomli izchil qo'llab kelyapsizlar-yu, davomli yana texmi bek qo'llab berishinglarni chin ko'nglimizda umid qilamiz. Hammalarga yana bir qatim oliy salomlar bo'lsin ko'rmanlar. Mana bugün 2024-yillik tayyortam Cho'lpon keldi programmamizdan yangi bir sonini ishlash oldi turyapmiz. Mastanlarningki kuchli talablariga binoan bir cho'lponni taklif qilib akeldim. Bu cho'lponni bek yoqtiraman o'zim. U bo'lsa Shinjang Muqam ansamblningki davlatlik birinchi darajalik muzikanti, atoqli aktyor G'olib Eytam aka marhamat. Yo, oxir yüz görüşdükmi programda aka? Rahmat. Bak tortinchoq akasiz. Voy gapimma. Ekranlarda ko'rsak, ekranlarda ko'rsak boshqacha. Papaq degan turkilik salbiylam askadanmiki deb qolgan men tunji qatim ko'rgan ta'sirimda. Uzun botgan. Siz askini yaxshimi aka? Bu qolmango deyman. Bu qolsiz. O'tirib qarangsham o'tamayli aka. O'tiramda. Chiqib qiyr qoldingizmi aka? Qayerdimda. Yoshim bir yil berib qoldi. Men sening programmangni bek yaxshi ko'rdim. Voy rahmat aka. Programmalaringni ko'rib, azroq hasratlanib qoldim. Masalan, nemishki men ziyorat qilmaydigandim. Men chaqirdim aka, o'zingizning vaqt to'g'ri kelmasa. Yo'q, ochig'im gap qilib, kamay deb. Yana hamda amal yo'q. Qiydab qapsiz aka, qiydab qapsizda. Ko'rmalar masalan, har bir son chiqqandan keyin, hamda inkas rayonida ashta bir yezishlar o'kitdi. O'z yaxshi ko'rgan artistlar deydi-ku hamma odam. Hamda falon chiqsa bo'ldi, Pustanchi chiqsa bo'ldi. Hamda hammalarni cho'qim cho'lpon deb atashga tegishlik har bir ustozni musanimiz orqali ko'rmalarga texim yaqin orliqda bir tanishtirib, bir tushuncha hosil qila olsamki, ko'riklik rol o'ynay olsamki deb kuchayapmiz aka. Lekin shu bir aqlam o'rinda bo'lamay ekanmiz shu bu talablarni. Shu bir-birlab uning ustiga ma programmamiz oyda bir samlan bo'lib qoldi shu aka. Ishkini qilsam bo'lmamdi deb. Endi tirishyapmiz aka. Bak chupa ekansiz. Shu aka endi tirishyapmiz. Shuningga endi vaqt soati mana bugun kelibdi. Oldingi yillardan bir aloqalashsak siz o'zingizning vaqtlari to'g'ri kelmay qoldi aka. Sal aldirashib qoldim. Hozir do'yin o'ynab aldirashib ketdingiz aka. Bu zamonga agishmoq musaqtaq bo'lmaydi ekan. Men o'zim abatni deb o'tdim. Muqam ansamblda muzikchi emasmi? Kant. Muzikchi degan peshvo bo'lgan vaqtida oldigan bir invan deb o'ylayman. O'zimning ko'z qarashimjimi bu. Ammo Muqam ansamblda muzikantim, pensiyaga chiqish navbatim kelib qoldi ekan. Oshda qayerga ketdingizmi aka? Shular cho'ng emasdim ish qilib. Shu pensiyaga chiqib oldim, chiqib o'yladi, dam oldik. Aka jursam bo'lmag'ida deb filmlar qatnashib yurdim. Bir yaqin bir do'stim bo'lgan. Sen adaş işin berib qoldi, turmushdim pishding, kasbdim pishding, bir ish qilaylik-ku. O'yindigan vaqtdan bo'lib qoldi. O'yindigan gapim dema. Endi to'xtamasam chataqshibdigina. Bir ish qilaylik dedi, ma'qul deb bazgan shirkatidan birini qurdik. Bu ismni qattiq o'ylashib
Ha. qo'ygan bir ism. Bozg'an. Ha, bozg'an. Bu bozg'an degan cho'ng narsa, qattiq narsani chaqadigan, izidigan, tog'ni talqon qiladigan narsaga simol qilgan narsa bu bozg'an deb. Bizning shirkat film ishlash shirkati yun sangdaydigan shirkatdan birini qilgan. Endi biz Yunsanda sübetlik mallarını zavatın bevast ekilip Bevas ko'z. xalqimizga manfaat yetkazadiganға deb xalqimizga yaxshi narsani berli, javrini berli bu narsani deb shu bozg'an Shu ishlarni aldirash shu ishlar bilan aldirishib qoldim. Aka burungi vaqtlardan boshlab masalan sizning televiziya teatri, kino filmlarni ko'ramiz-ku. Asosiyatini hamda aktyor deb to'niganda biz. Shunaqmi? Lekin abi muzikant desam hayron qoldinglar manglar. Shu asli kasb shuka. Menmi anglab hayron qolgan aka. Qanday olib bu muzik chevitib askolab ketdingiz? Chiroyim shu rejissorlarga Asosiyatini salbiy obraz tushsan deb bekitib qo'yibdik endi. Ishqirning filmlariga qatnashdim. Shinjongning yaxshi esil nodir filmlariga qatnashdim. Men bu rejissorlarga deb ketdim-ku. Ben onçolar eski emasdim. Bir yaxshi adamning rolini bir berib baqsanglar desam, sen o rolini bersekmi? Tomoshabinlar ko'rib turiblar. Hey bu cho'qim eski. Yomon ma'no Bu yo'q. deb. Boshqa yakun rahmat. Oshunda yakunni chiqirib yetib qoldi. Shuni sen salbiy obrazini o'ynagan, uning ustiga sen joyiga ekildikansan o rolni deb aloqilarimning oldida Tanış buluşlarımın aldıda Galip sen pek akko'ngil deydi. Ras akko'ngil. Kichigimda ota-onam menga shunday bir tarbiya qilgan. Bolam qo'lingdan kelguncha yaxshilik qil. Bu yaxshilikni qilib xalqdan hargiz menga yonamdikan, mush yaxshilik degan angda bo'lma bolam deb tarbiya qilgan. Shunga men qo'limdan kelguncha yaxshilikni qilib ko'nab qoptikanman. Rollarni o'ynash jarayonidami yo'llarni mongsam acaba açık yaman deb bazaqda sel ko'nglim yerim qolgan va mushta oq ko'ngil odamnimi açık yaman deb ketib turib, to'xta bu roldiki nimada aytibdi deb o'zim tasalli berib. Lekin men abay chaqchaqmi qilib qo'ydim aka. Salbiy rol deb eski ta'sir berdi degan yerimiz roldan kelib chiqqan xiyolimizdagi obraz avuchu. Amaliyat siz hech qanday rol o'ynamay, odatda shundalar bir sahnaga chiqib chiqsangiz u hech kim sizni eski demaydi. Lekin rollarni ashta o'ynayverib, kallalar shunda saqlanib qolganda. To'g'ri. Madam undami. Demak aka u rol degan rol. Aşni aşıncılık derecege apırıp etkenizden özel siz sizin iqtidoringizda aka kasbiy jihatdagi. Yana bir qaytam hurmatlarimizni bildiramiz xalqimga. Rahmat. Rahmat aka. Unda bo'lsa, o'sha ekran oldidagi ko'rmalarga aka uzun berisini kutayotgan ko'rmalarga bir salomingizni yo'llasangiz, qag'in o'tirib boshlab ketamdi. Bo'ldi. Hurmatli ko'rmalar, men G'olib aytamdan sizlarga o'tliq salom. Mana bugun yurtimning eng cho'nqir yerida o'rin olgan inim Rahmat. Meni bu programga taklif qilganda, menmo o'zimning qimmatli vaqtimni ajratib, sizlar bilan didorlashay, mo'ndishay deb bu program qatnashdim. Bu programni yoqtirib ko'rishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat aka. Rahmat.